Assalomu alaykum. Yana davom etamiz Ustanov qalada. Bugungi adresimiz Samarqand Jomboy. Samarqandning Jomboy tumaniga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan maybe. Mana bu tomonga shkafini, mana bu to'riga premosini, mana bu tomonga divanini boshini oyog'imizga qaratib qo'yib beradigan bo'ldik. Endi bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz materialga keladigan bo'lsak, material 100% laminatdan yasalgan, rossiyskiy laminatdan qilingan mebel. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanishni 95 226 0404 ishlab chiqaruvchi to'g'ridan-to'g'ri sex orqali olgan bo'lasiz. Bemalol buyurtma berib, zakaz berishingiz mumkin. Davom etamiz. Mebelimizni ham tugallab bo'ldik. Bugungi olib kelgan adresimiz Samarqand Jomboyga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% laminatdan. Shkafimiz mana bu ichki holat shkafimizni uzun kiyim uchun. Mana bu razmeri 60 cm bo'lgan. Mana bu tomon polkali qilib yasab berdik. Tepada kalta kiyimlar uchun filkasi bor. Hozirgi yangi chiqqan rolik chiqib ketmaydi, pachunisi uncha-munchaga. Endi tremosga keladigan bo'lsak, tremosini o'zgacha holatda mana. Ko'rinishi. Eshikchalari, ichida polkalari bor, vakuumli. Tortmasi ham vakuumli. Tortmalari ham vakuumli qilib ishlangan. Mana bu tomonda svetinichasi bor. Keyin o'zlari ulab qo'yishadi. Divan 210 x 170 matras razmer. Agar xohlovchilar uchun displey ham qilib beramiz matras o'rniga. Mana bu sandiqchasi bor. Endi bunimiz ko'tariladi. Mexanizmli mana. Tumbalarga kelsak, tumbalar ham ancha katta ishlangan. Bu ham vakuumlik. Svetinichalar bor variantda.